idish qo'yadigan polkamiz, demak, bugungi kundagi narxi 90 ming so'm qilib beramiz. 100 ming, 110 ming, 120 ming sotilayotgan bir paytda, demak, biz 90 ming qilib beramiz. Shishali choperlar kelgan 3,5 litr sig'imi. Demak, bugungi narxi bu 100 ming so'm sotilgan, 95 ming. Bugungi narxi demak, jumadan yana o'sha 85 ming so'm qilib beramiz. Mikserlar kelgan 100 ming so'm, 90 ming qilib beramiz, lekin bugundan boshlab buni 80 ming so'm qilib beramiz. Mikserlar 80 ming so'm. Bundan tashqari naborlarimiz juda ko'p, kelib bemalol narxlarda sifatlarni ko'rib turib xarid qilishadi. Assalomu alaykum hurmatli qadrdonlar, hurmatli jamoadagilar. Bugun xudo xolasa ro'parasi 14-avgust, demak juma. Juma kuni barchamizga muborak bo'lsin. Xudo xolasa bugun ro'parasi 133-yutuq egasini demak birgalikda aniqlab qolamiz. O'yin tartibi oddiy o'sha 200 ming va undan yuqori xarid qilgan har bitta mijozimizning telefon raqamini mana shu qutichaga joylab boramiz. Haftada bir marta bitta baxtli raqamga demak bitta maishiy texnikani topshiramiz. Xudo xolasa bu haftalik jumalik o'yinimizda bitta 3+1 idish naborini taqdim qilamiz xudo xolasa. Hurmatli jamoadagilar, o'yinimizni boshlaymiz. Hammaga omad. Bugun ro'parasi 133-chi topamiz. Nomi aniqlanmagan, lekin SMS telefon qo'yamiz. 70lik 011 15 17 raqami. 70lik 011 15 17 raqami. Hurmatli jamoadagilar, demak, sirli inson aka, bugungi demak YouTube bilan tabriklab qolamiz. Ushbu insonni xudo xolasa keyingi hafta mana shu joyda uchrashguncha xayr, sog', salomat bo'ling.